Bugungi kunda ham butun dunyoda odamlarni hayratda qoldiradigan sirli hodisalar ko'p. Lekin 12-asrda Angliyaning kichik qishlog'ida bo'lgan bir voqea o'zgacha. Bu Woolpit qishlog'ida topilgan yashil terili bolalar haqida. Yosh bolalar bir kuni G'arbiy Angliyaning Woolpit qishlog'ida paydo bo'lishgan. Ular g'alati yashil teriga ega edilar va noma'lum tilda gaplashar edi. Hech kim ularning qayerdan kelganini bilmas edi, hatto o'zlari ham. Ular odatdagi oziq-ovqatni yeya olishmas edi, faqat loviya bilan yashashgan. Bir nechta olimlar bu bolalarning parallel dunyodan kelgan aytishgan. Ularning go'yo yashirin bir olamdan bu dunyoga o'tib kelgan bo'lishi mumkin edi. Ammo haqiqiy sabab qanday bo'lishi mumkin? Bugungi kunda ba'zi olimlar bu bolalarda o'sha vaqtda keng tarqalgan porfiriy kasalligi bo'lgan deb o'ylashadi. Porfiriyaning ayrim turlari terini g'alati yashil rangga o'zgartirishi mumkin edi. Demak, ular parallel dunyodan emas, balki bu kasallikning qurbonlari bo'lgan ekanlar. Ammo yana bir savol bor. Bu bolalar qayerdan paydo bo'lishgan va nima uchun faqat qishloq atrofida yashab, g'oyib bo'lishgan? Javoblar hali ham qorong'u.